Agar Damas avtomobilingiz bo'lsa, bu videoni o'tkazib olishga shoshilmang. Ertalabda charq-charq zavet qilib o'tkazib olishining asosiy sabablaridan biri bu starterdan bo'ladi. Agar starterdan chiqmasa, bu holatda mahaviy venchigimizdan chiqadi. Mahaviy venchigimizga oxirida qancha ketishini yozib qoldiramiz. Men mahaviy venchigimizni ko'rsatib o'taman. Mana holatini ko'rib turishingiz mumkin. Yeyilib ketgan mahaviy venchigimiz. Buni hozir almashtirib beramiz. Yangisini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu eski venchigimiz. Bu esa qo'yadi venchigimiz. Holati o'ta go'zal turibdi. Qara. Yaxshisidan bo'ldi. Bu o'rnida bitta stenokaga beramiz. Namazimiz tayyor bo'ldi. Venchiga qo'ygan namazimiz. O'tkazib olish yo'q deyapti. Bu avtomobilimiz Damas'imizga venchilari bilan usta haqqilar bilan 150 ming so'mga tushdi. Kimga shunaqa video yoqqan bo'lsa, like va podpiska qilib qo'yishni unutmang. Bu videoni Damas minadigan tarishlarga jo'natib qo'yamiz. Navbatdagi videolarda ko'rishguncha.